Oltin zanglamas. O'zbekiston xalq yozuvchisi Shuhrat tomonidan 1963-1965 yillarda yozilgan roman. Ilk marotaba 1967 yilda nashr etilgan. Oltin zanglamas romanida urushdan oldingi va keyingi davrda mudhish qatag'onlarga duchor etilgan halol, iymon-e'tiqodli kishilarning fojiali qismati badiiy tasvirlangan. Roman adibning quyidagi so'zlari bilan boshlanadi. Mehribon onam, sevikli muallimim, qadrdon do'stim, aziz farzandlarimga bag'ishlayman. Asarning bosh qahramoni Sodiq ismli halol, vijdonli, to'g'ri so'z o'qituvchi. U maktab direktori sifatida juda faol va atrofdagilarga nisbatan talabchan, qattiqqo'l. Uning ana shu xususiyatlari maktabdosh ayrim dangasa, xulqi buzuq, saviyasi past xodimlarga yoqmaydi. Atrofda hech sababsiz qarama-qarshiliklar avj olgan vaziyat bundaylarga juda qo'l keladi va ular sofdil Sodiqni ham chaquv bilan qamatishga muvaffaq bo'lishadi. Yozuvchi Shuhratning Oltin zanglamas asarida aks etgan o'zbek xalqining Ikkinchi jahon urushida fashistlarga qarshi mardonavor kurashi, matonatli oila taqdiri va insonlar umrining murakkabligi haqidagi badiiy, hayotiy falsafiy qarashlar haqida. Asar misolida urush va tinchlikning, yaxshilik va yomonlikning farqlarini ochishga, inson qadri qanchalar oyoqosti qilinganda ham, chidab bo'lmas qiyinchiliklarda ham o'z qadrini yo'qotmasligi va bunda tom ma'nodagi chinakam inson obrazi, cheksiz ona mehri esa chinakam o'zbek onalari timsolida ekaniga urg'u berilgan. Oltin zanglamas asari o'tgan asrning 60-yillarida yaratildi va muallifga katta shuhrat keltirdi. Asarda urush manzaralari, front orti qiyinchiliklar, urushning hatto oddiy oilalarga kishilarning o'zaro munosabatida ta'siri, hayot-mamot masalasi hal bo'layotgan bir pallada inson ruhiyati, xarakteri, bularning barchasi mohirlik bilan tasvirlanadi. Aziz kitobxonlar, Shuhratning Oltin zanglamas romanini o'qib o'rganishni tavsiya qilaman.